Shunday bir yigit borki, FC Barselona futbolchilari uni xuddi jamoadoshidek quchoqlashadi, garchi ko'pchilik uning kimligini aniq bilmasa ham. Bu Lee Seung-woo. Ko'p yillar oldin uni Koreys Messisi deb atashgan. Atigi 13 yoshida u Barselonaning mashhur akademiyasi La Masiyaga qabul qilingan. Uning iste'dodi nihoyatda yuqori edi. U gol urardi, raqiblarni bemalol aldab o'tar va rekordlar o'rnatardi. Ammo birdan hammasi o'zgardi. FIFA Barselonaga sanksiya qo'llab, voyaga yetmagan xorijlik futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishni taqiqladi. Shu sababli Li ham bu vaziyatdan zarar ko'rdi. Qariyb 3 yil davomida unga rasmiy o'yinlarda qatnashishga ruxsat berilmadi. U nihoyat yana o'ynash imkonini olganida esa, uning eng muhim payti allaqachon o'tib ketgandi. 2017-yilda u Barsa B safida atigi bitta o'yin o'tkazdi. So'ng Yevropani tark etib, Janubiy Koreyaga qaytdi. Shunga qaramay, u Barselona futbolchilari bilan